Открываю двери без ключа. Qaranglar. Tog'a hayotdagi stressi bilan qo'shib chiqaryapti. Bekinib o'tiribdi, yo'q. Nada bo'sh joy bor ekan. Kiringlar bolalar. Ishton. Bolalar. Ba'zilar uyaladi, ba'zilar uyalmaydi, lekin bu mavzu unchalik uyat emas, chunki bu holatni prezidentlar ham boshdan kechiradi. Yilning eng zo'r dunyo go'zalmi model bo'lgan odamlari ham. Lekin bizda O'zbekistonda bepul qilish, har qadamga qo'yish kerak. Chunki bunaqa vaziyat shoshilinch bo'lib qoladigan bo'lsa, jamoat joyida juda bir xijolatli vaziyat bo'lib keladi. Hojatxona madaniyati. Aka nima qilyapti deb o'ylaysizlar? Bu yerga chiqiladi. Chiqib yuziga, yuzini, qovog'ini solibdi. O'zi qovoq solinmaydi unaqa payt. Ishton kiymaysizmi? Yoshlarda ijod markazi. Tuk tuk tuk. Ey! Mana bu narsa hayolimni tortdi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek hojatxona. Bu yerga kirib, hojatini chiqargandan keyin bular tabiiy oziqaga aylanadi cho'chqalarga va cho'chqalar buni yeydi va inson bular, ya'ni so'yib cho'chqa go'shtidan ovqatlanishadi. Musulmonlar ana shu uchun ham cho'chqadan umuman foydalanmaydi, chunki cho'chqaga farqi yo'q, axlatmi, balo battarmi baribir yeb ketadi. Bu tanaga singadi. Tanaga singandan keyin onga, qonga, miyaga ta'sir qiladi. Odamning genetikasini ham o'zgartiradi bunaqa axlat. Bu narsani juda ko'p joylarda ko'rgandik. Ya'ni hojatga o'tirgandan keyin mana bu yerda knopkasini buriladi, mana. Tashqari ko'rilmaydi deb aytiladi, lekin bilmadim. Balki ko'rinar, balki ko'rinmas.